Şunun dizaynda qilib ishlangan Into'miz bahası 900 100% naturalniy koja, Chalex brendiniki bo'ladi. Terilari ochib tikilgan. Yaqinlashtiring 100% deri, naturalniy koja, zamishdan bir sveti bor. Qorni katta obunachilarimiz diqqatini ko'rib turibsiz? Eng katta razmeri. Narxi 700 ming so'm. Boru kerak, alo kerak. Temniy siniy sveti. Yarashib turishini e'tibor berdingizmi? Dahshat, knopkali bo'ladi. Original emasligini siz ham garantiya bera olmaysiz. Lekin buni originalligini Xudo xolasa, avvalambor Alloh bizga garantiya beradi. Masalan, oralaringizda masalan Namoz aka degan mijozimiz bor. Kral brend obunachilari bizda Into'ning originallari bor. Men sizlarga Xudo xolasa Into'ning originallarini to'liq obzor baholari bilan aytib o'taman. Sizlar bundan oldin Into'ning originalini biz nerdan olamiz? Videoni boshida qo'yaman. Og'am Turkiyaga borib kelgani. Xudo xolasa shuni birinchi ko'ringlar. Keyin sizlar baholari bilan sinchiklab ipindagi narsadan hammasini aytib o'tamiz. Velikan ham bor, o'rta razmer ham bor. Into'ning originali nerdan kelgan? So'z isboti bilan videosi bor. Esa ketdik. Sizlar birinchi videoni ko'ringlar, keyin men sizlarga baholarni aytib o'taman. Assalomu alaykum azizlar. Qaranglar, biz hozir YouTube'a qo'yish uchun Turkiyadan turib olib turibmiz bu videolarni. Kimga Into kerak bo'ladigan bo'lsa, shu Intolarni yana do'konidan, showroomida deb bo'ladi. Yana qarang. Qaranglar, Into'ning showroomida turibmiz. Shunchalim kurtka, shunchalim narsa. Azizlar qaranglar, ish narsani Velikani normalni olish uchun spetsialniy Turkiyaga keldik. Into'dan agar ishini jins kostyumlarni komplekt bo'lgan holda, chaluri bilan bo'lgan holda istaydigan bo'lsangizlar, hammasini top bilasizlar. Biza videoni orasına qo'yamiz bu narsani. Ne uchun? Ko'pisi bor-ku, to'shni nerda olganimizni ko'rish uchun. Mana qarang, modellar turlari ko'p. Azizlar, yaxshi narsani olaman desangizlar, Into'larni olaman desangizlar, shu Kral brendga kelaverasizlar azizlar. Eng zo'rlarini, eng sifatlarini Kral brendda. Hozir narxini aytib o'limiz. Navoga bu yerda Turkiyada turib, hali buni kargo pulusi bor, hali bizlarga borishi bor. Shuning uchun narxini aytib o'limiz. Agarda narx chiqqandan keyin shu videoning orasına qo'shib qo'yamiz azizlar. Assalomu alaykum Kral brend obunachilari. Bugun sizlarga Into brendindagi original bo'lgan duokalarni bir qator obzor qilib beramiz. O'zimni git turgan variantda bo'ladi. Jinsi materialda eksan bor, keyin o'rtacha variantda eksan bor. Videoni diqqat bilan ko'rsangizlar, men sizlarga hammasini bir qator obzor qilib beraman. Razmerlarga keladigan bo'lsak, razmerlari 55-60 kilo odamdan boshlab ta 160-170 kilo odamdan to'g'ri keladigan razmerlar bor. Ya'ni Velikan razmeri ham bor, o'rta razmer ham bor. Videoni diqqat bilan ko'ring. Narxlari har xil bo'lgani uchun men sizlarga videoni boshida narxlarini aytishim qiyin. Video davomida narxlarini ham ko'rib chiqamiz, dizaynini ham ko'rib chiqamiz, sifatini ham ko'rib chiqamiz. Keyin addinning buruklari, ya'ni shimlar ham kelgan. Keyin ichimdagi amerikankalar bor. Keyin shunday oyoq kiyimlar bor. Hammasini Xudo xolasa video davomida baholari bilan obzor qilib beraman. Videoni diqqat bilan ko'rasiz. Choy, kofelaringizni tayyorlab o'tirish yoddan chiqmasin. Bu videomiz Xudo xolasa sizlar uchun manfaatli ham foydali bo'ladi. Bilsangizlar, Into'ni ko'p yerlarda qimmat bahodan sotib olib yurgan odamlar bor. Bu videoni shunday odamlarga tarqatib qo'yamiz. Into'lar hozirda Kral brendda keldi, ya'ni arzon bahoda do'stlar. Sizlarga yoqadigan narxlarda bo'ladi, eng original kачественныйлар bo'ladi. Do'stlar, Into brendini og'amni o'zi Turkiyaga borganda shu duokalarni tanlab O'zbekiston hududidan, ya'ni bizani Xorazm, O'zbekiston, butun O'zbekistonga yoqadigan variantdagilarni keltirgan. Sifati zo'r, kачественный bo'ladi. Men sizlarga bir qator aytib o'taman. Sizlar esa videoga like bosib, kommentariy yozib, o'z fikrlaringizni bildirib o'tirasizlar. Hozir kommentariy yozib qoldiringlar. Sizlar Into'ni necha so'mdan xarid qilgansizlar. Do'stlar, hozir bahosini bilsangizlar, shokka tushib qolasizlardan. Sirazi bu yerda telefon raqamlarimizni yozib qoldiramiz. O'zbekistonda xohlagan joyidan, xohlagan shahridan, xohlagan tumanidan bo'lsangiz ham bizlarga telefon qilib zakaz qildirsangizlar bo'ladi do'stlar. Videoni diqqat bilan ko'ring, men sizlarga aytib o'taman. Ko'rib turganingizdek, Into brendindagi jinsi materiali jinsi material bo'ladi. Turkiyaniki originali bo'ladi do'stlar. Sifati yaxshi. Hozirda siz L razmerini ko'rib turibsiz. Men lekin M razmerini gitdim. Men o'zim 80-84 kilo chiqaman. M razmer menga bo'ldi do'stlar. Agar siz ham 84 kilo chiqsangiz M bo'ladi. Agar siz 90 kilo chiqsangiz L, XL razmerlari bo'ladi. Do'stlar, e'tibor bering dizaynga. Zakaz qilaman desangiz e'tibor bering dizaynga. Tikilishlari zamokli, Into'ning brendi tushirilgan original zamok ham do'stlar. 2 dana kisasi bor. Keyin pasında shunning bir dana kisasi bor, qo'lda ko'p yurish uchun. Kisalari obmanka emas, polni kisalari bor ichida. Keyin zamokini ochib ichki tuzilishlaridan bir qator ko'ramiz. Bundan oldin biridan bir dana kisalari bor ekan. Bu ochiladi. Shu yerdan.
Birden şunun modası bakan yok. Bu ikisi emas oxşaydı az içini görgende bilemiz. Zamokuna etibar verseniz dostlar şunun orijinal kostümlü giyimle de zamokları orijinal boladı, ilinip açılışı zor. Mesela hazır siz bu Intonu 6 yıl giyseniz hem işi zamoku 6 yıl davamında bızılmıydı dostlar. Özünüz bızmasanız bızılmıydı. Karan yine ilinip açılışına bir etibar ver, dikkat bilen karisla. Yine gördünüz mü birden açıladı. Kaç istiyorsan dahşet dostlar. Etibar verin. Zamoklarına don. Sifatli kılıp işlengen. Bu Xitay variantı emas dostlar. Bu orijinali. Into brendi Türkiye'nin brendi bulup fakat yine Türkiye'de çıkar dostlar. İşlerine etibar veradigan bolsak 100% paxta xıbı materiallarda koyulgan dostlar. Materialam 100% paxta, cinsi material. İçindeki kisesine etibar veradigan bolsak, bir dana şunun zamoklu kisesi var. Bandam yine o'ng tarafdan, chap tarafdan kisesi var. Intonu qarang, orijinali bo'ladi. Bu regular fit, ya'ni kattaroq odamlar uchun mo'ljallangan varianti Inton orijinali. Endi ishlab chiqarilishi Turkiya mahsuloti bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, Istanbul, Made in Turkiya do'stlar. 30 gradus suvda yuvasiz, kir mashin mumkin, keyin o'tik bosish mumkin, parovoy o'tgan mumkin ekan do'stlar. Ko'rib turganingizdek qarang. 60% katton, ya'ni paxta, 40% polister. Bu polister bo'lishi materialni chidamliligini oshiradi do'stlar. 100% paxta bo'lsam, material davom chidamli bo'lmaydi. 40% polister qo'shilgani materialni umri uzoqligini oshiradi. Ko'rib turibsiz, Intoni hozirda shuning dizayndagisi agar xarid qilamansangiz 920 ming so'm. Razmeriga keladigan bo'lsak, M razmeridan boshlab 2XL razmeridan bor do'stlar. Bu hozir siz L razmerini ko'rib turibsiz. Screenshot qilib olsangizlar bemalol dastavka qildiraversa, butun O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Endi yakasına keladigan bo'lsak, yakalari stoki yaka. Xohlasangiz shuni ochib qo'ysangizlar bo'ladi. Xohlasangiz stoki yakani shuning zamokni beklab, diklab qo'ysangizlar ham bo'ladi do'stlar. Endi modasına keladigan bo'lsak, arka modalarini e'tibor bering. Shuni qilib ishlangan. Pastlari manjetkasiz. Meni git turganim manjetkali. Bu manjetkasiz ham orqasida shuning knopkalari bor do'stlar. Yine. Belbog'ning sari naqda tikilgan, yuqoridan sari naqda o'tgan, o'zi bu jinsiya sari naq ishlatilsa bir bogatiroq, ya'ni zo'rroq ko'rsanadi. Ko'rib turganingizdek, shuning dizaynda qilib ishlangan Intomiz bahosi 920 ming so'mdan kelib xarid qilsangizlar bo'ladi. Xohlasangizlar BTS pochta orqali dastavka qildirsangizlar bo'ladi. Endi temniy siniy svetine keladigan bo'lsak, hozir men o'zim ham bir donani giyib ko'rsaman. Buni velika razmeri ham bor, o'rta razmeri ham bor. Temniy siniy svetine keladigan bo'lsak, temniy siniy svetini ham bir qator sizlarga tushuntirib o'taman. Yakasi oddiy kostyum yaka. Intoni orijinali 2XL razmer ekan bu. Ko'rib turibsiz, zamoklari bir xil, ilinib ochilishlari yumshoq. Xuddi shu sariyog'da sariyog'ni pichoq bilan kesganning yumshoq açılışı, ilinishi zo'r. Yine. Materialini ko'p odam chang tartami deb savol beradi. Chang tartmaydi o material do'stlar. Ko'rib turibsiz, Intoni orijinali bu narxi 800 ming so'm. Into casual. Hozirda endi ichini ko'ramiz. Qarang. Into materiali 60% paxta, 40% polister. Made in Turkiya, Turkiyada ishlab chiqarilgan. Kisasini e'tibor beradigan bo'lsak, iç kisalari bir dana kisasi bor. Keyin 2 dana kisasi bor. Keyin elde kisasini e'tibor beradigan bo'lsak, yuqoridagi dik kisa, keyin pastdagi ham balandinda cho'ntagi bor, ham yonboshida cho'ntagi bor. Buni adabiychada iloji boricha adabiychada gapirishga harakat qilamiz. Shuning uchun esa bizani kuzatuvchilarimizni 80% viloyatlardan kuzatib o'tiradilar. Shuning uchun esa bizlardan ko'p narsalarni xarid qiladilar. Masalan, oralarimizda masalan Namoz aka degan mijozimiz bor. Faqat bizlardan giyinadi. Faqat bizlardan giyinadi. Keyin ko'rib turganingizdek shuning zamoklari bor yana. Yonboshida zamoklari bor. Yuqoridan shuning zamoki bor. Into brendi tushirilgan. Bu oralaringizda sizlarni bizlarni obunachilarimizning oralaringizda Abdurashid aka degan mijozimiz bor. Yoshlari ulug' inson, katta inson. Shunday insonlarga to'g'ri keladigan variantdagilari bular. Xorazm viloyatidan shuning o'zini hurmat qilgan, o'zini yaxshi ko'radigan mijozlarimizga taklif qilib qolamiz. Into brendi original bo'ladi. Qulaylik ham, sifat ham yaxshi. Men hozir o'zim kiyib turibman. Qulayligini his qilib turibman. Sizlar ham buni xarid qilsangizlar, qulayligini, sifatini, o'zingizga, tanangizga yoqishini
havo o'tkazuvchanligini his qilasiz, xudo xolasa. Ko'rib turganingizdek, shunday qo'llari knopkali bo'ladi. Zo'r variantda qilib ishlangan. Yanlar ham knopkali bo'ladi, do'stlar. Intoni originali. Keyin orqasidan shunday bir dana tikin o'tgan, temniy siniy svetda, do'stlar. Bular sizlarni oralaringizda negativchilar bor, bilaman, negativchilar yozishi mumkin. Bu yerda bunning baho, mana bu yerda mana bunning baho deb. To'g'ri, siz aytganingiz shunday baho bo'lishi mumkin, lekin original emasligini siz ham garantiya bera olmaysiz. Lekin buni originalligini Xudo xolasa, avvalambor Alloh bizga garantiya beramiz. O'shaningizda ishlab chiqarilib turgan korxonaning o'zidan, ya'ni Into brendidan biza o'zlarimiz sotib olib kelganmiz. Birinchi qo'l bo'lib. Sizda ikkinchi qo'l bo'lib xarid qilasiz, do'stlar. Oralaringizda Jamol og'a bor, bizlarga har doim pozitiv fikr bildiradi. Boruv kerak, olov kerak. Ko'rib turganingizdek, shunday obrazdagi Into brendindagi zo'r kачествовали kiyimlarimiz xudo xolasa hozirda do'konimizda mavjud. Temniy siniyni screenshot qilib olamansizlar, screenshot qilib olinglar. Razmerga keladigan bo'lsak, bu o'rta razmeri, M razmeridan boshlab 2XL razmeridan razmerlari bor, mavjud. Ya'ni men hozirda M razmeriga turibman. 2XL razmeri 120 kilo odamga to'g'ri keladi. Oralaringizda 90 kilo, 100 kilo, 85 kilo odamlar bo'lsa ham bemalol telefon qilinglar. Agar 160 kilo bo'lsangiz ham sizga bo'ladigan razmeri bor, velika razmeri bor, do'stlar. Endilikda buni qo'yamizdan e'tibor bering. Into kojadan qo'yilgan, tikinlari zo'r. Orqalarında shunday tikin o'tgan, 3 dona polosa o'tgan, keyin otrezov bor. Keyin eldini e'tibor bering. Buni eldi farqi bor. Birinchi ko'rsatganimga nisbatan buni eldini dizaynda farqi katta, do'stlar. Qarang, pastlarida manjet yo'q. Yonboshlarida qo'l tiqish uchun zamokli kissalari bor, do'stlar. Zamokli, zamok ham ishlashi zo'r. Intoni originali, do'stlar. Ko'rib turibsiz. Yuqoridan, tepasidan zamoki bor. Kissasi bor, cho'ntagida qalpachokli, ikkita tugmali, knopkali. Keyin oldidagi zamokini e'tibor beradigan bo'lsak, cho'ntak. Bu yer ham cho'ntak. Keyin ochilishi, ilinib ochilishi zo'r. Zamokning orqasidan shunday jinsiy materialda zashita qo'yilgan. Xohlasangiz siz buni shunday qilib kiysangiz ham jinsiy material ko'rsatmay turadi endi. Stokiaka variant. Intoni originali, do'stlar. Regular fit, ya'ni katta возрастdagi odamlar uchun mo'ljallangan. 920 ming so'm. M razmerini ko'rib turibsiz. M razmeri menga bo'ladigan razmer. Bu hozir men sizlarga xohlasangizlar kiyib ko'rsataman. Bu manjetkali varianti. Manjetkali varianti. Cho'ntaklari zamokli bo'ladi. Yuqorida kissasi bor. Menga birinchi o'chirtda hammasini qo'yib, hali biza upakovka qilmadik, hali yana bir 4-5 xil turi bo'lishi mumkin. Nechun desa biza xaltalarni ochib, o'zimga yakadollarni ochib chiqdim. Sizlarga Velikanimdan bir 3 dona, o'rta razmeridan bir 10 dona ochib chiqdim. Hali yana turlari dim ko'p. Hozirda e'tibor bersangiz, kissasi zamokli. Keyin yuqorida kissasi bor. İçan tarafına e'tibor beradigan bo'lsak, ichan tarafidan kissasi bor. Menga shu yoqdi. Qo'lini e'tibor bersangiz, manjetkali. Menga shu yoqadi, do'stlar. Pastlar manjetkali bo'ladi. Endi sizlarga nechik yarashishi uchun men bir qator kiyib ko'rsataman, do'stlar. Videoni diqqat bilan ko'rasizlar. Videoni diqqat bilan ko'rsangizlar, kiyib turganimni amerikankalarimiz ham bor. Ularning bahosini aytib o'taman. Intoni shimi bor. Undan bahosini aytib o'taman. Intoni shimini keladigan bo'lsak, bu materiali 100% paxta bo'lish, 60% paxta, 40% poliester. Lekin men 100% 60% paxtalarda qisqa qaradim. Oyoq kiyimim, oyoqim ochilishi kam bo'lardi. Hozirda buni oyoq ochilishi ham o'zingizga bir harakatni qilishingiz ham udobniy. Nechun desa, original vaj, ba'zi bir original bo'ladi. Original mahsulot boshqalardan ajralib turadi, do'stlar. Qarang. Polni oyoq ochiladi. Videoni diqqat bilan ko'ring. Shimidan bahosini aytib o'tamiz. Keyin kardigandan bahosini aytib o'tamiz, do'stlar. Kardiganda veribmiz, uzr. Amerikan kalam bahosini aytib o'tamiz. Endi qarang. Pastda manjetkasiz nechik ahvolda turadi. Men sizlarga kiyib ko'rsataman. Pastda manjetkasiz. Dizaynga bir e'tibor berasiz. Bu dizaynni bizlarda Xorazmda ko'plab mijozlarimiz yoqtiradi, ko'plab mijozlarimiz xarid qiladi. O'tgan yil biza olib kelgan vaqtimiz Intoni почти
bir danağam kalmayı satılgan, takırlangan. Görürsünüz dizaynını. Screenshot qilib olinglar, bemalol dastavka qildirsangiz da bo'ladi. Narxini keladigan bo'lsak 920 ming so'm. Endilikda boshqa svetlarni ham ko'rib chiqamiz. Qo'li manji yetkazsiz bo'ladi. Qo'llarini e'tibor bering do'stlar. Endi men hozir o'zim yechdim buni. Shuni obraz, xuddi shuni o'zi narxi 850 ming so'm. Manji yetkazilsa sal arzonroq bo'ladi do'stlar. Keyin temный siniy svet. Buni ham kiyib ko'rsataman. Videoni diqqat bilan ko'rasizlar. Temный siniy svetni men sizlarga bundan oldinroq aytib o'tgandim. Bahosini ham bilasiz. Hozir men M razmerini kiyib ko'rsataman. Hammasi mening razmerimda M razmerda ko'psi 2XL'dan chiqadi do'stlar. Velikan bratlarimiz videoni diqqat bilan ko'ring. Velikanlarni qarang. Qiziqtirib qo'yaman. 1, 2, 3, 4, 5 xil assortimentdagi velikanlar kelgan do'stlar. Keyin shunga o'xshagan kepkalarimiz kelgan. Instagramdan kommentariya plus qoldirib girgan do'stlarimiz bo'lsa, YouTube kanalimizga a'zo bo'lib qo'yinglar do'stlar. Endi temный siniy svetini kiyib ko'rsataman. Temный siniy sveti yarashib turishini e'tibor berdingizda dahshat, knopkali bo'ladi. Ilinib ochilishlari zo'r. Pastlari manjetkasiz. Cho'ntak bor. Yuqoridan xohlasangiz yonboshda, xohlasangiz bu yerdan bor cho'ntaki endi zamokini ildirib ko'ramiz. Ko'rdingizmi? Yarashib turishi. Qaysi birisi menga yarashdi? Jinsimi yo bo'lmasa temный siniy svetmi? Kommentariyada yozib qoldirasizlar. Xarid qilaman desangizlar 800 ming so'm. Narxi 800 ming so'mdan bemalol kelib xarid qilasizlar. Bunda men o'zimni shuni yengil his qilib turibman. Qo'limni harakatlantirishim ham o'zimni havoni tanam his qilishi sezilarli darajada bo'lib turibdi do'stlar. Sizlar ham original vajdani kiysangizlar, xudo xolasa o'zlaringizni qulay his qilasizlar. O'zlaringizga qulay his qilsangizlar, pul topishingiz ham, sog'liqlaringiz ham ortadi, o'zingizga ishonchingiz ortadi do'stlar. Shuning uchun Kral brendga obuna bo'lib qo'yishdan chiqmasin. Qarang. Endilikda stokka yoqasiz. Men hozir birinchi kiyib turganimni xuddi o'zini pasti manjetkasiz, qo'li manjetkasiz do'stlar. Yuqorida bir dana kisasi bor shunday obrazda. Narxini keladigan bo'lsak 810 ming so'm. Hali ko'rdingiz ham, hali bunga selnik qo'yib ham uspet qilmaganmiz do'stlar. Zamokini e'tibor beramiz. Mening ich tuzilishlari 100% paxta materialdan do'stlar, paxta. Bu M razmerdan 2XL razmeradan bor. 2XL razmer degani buni ichida nasoslarni ham kelganmiz, satganmiz. Ular qimmatroq bo'ladi. 1 million 600 shunday 1 million 500 ichi qaysidir gapda to'xtalib qoldim, yodimdan esimdan chiqib ketdi. Kommentariya yozib qoldirasizlar do'stlar. Bizani kamchiligimizni siz to'g'rilasangiz, sizni kamchiligingizni biza to'g'rilasak, butun O'zbekiston rivojlanadi do'stlar. Bir-birimizga qo'ldan kelincha qo'llab-quvvatlab, yordam berib, like, kommentariyalardan ayamin bizani rivojlanishimizga o'z hissalaringizni qo'shib tursangizlar, bizlar ham sizlarni rivojlanishingizga, yaxshi kiyimlarni kiyishlaringizga o'z hissalarimizni qo'shishga harakat qilamiz do'stlar. Endilikda buni yechaman. Keyin sizlarga 700 ming so'mlik variantini bir qator obzor qilib beraman do'stlar. Videoni qiziqtirib qo'yaymi? Videoni qiziqtirib qo'yaman do'stlar. Qarang. Dahshat kepkalarimiz kelgan. Videoni oxiridan ko'rsangizlar baholarni aytib o'taman do'stlar. Zo'r, 100% deridan bo'lgan, zamushiy, kojinli kepkalarimiz kelgan. Keyin oyoq kiyimlarimiz ham. Baholarini videoni oxirida aytib o'tamiz do'stlar. Videoni diqqat bilan ko'ring. Men hozirda o'zim yaxshi ko'rib kiygan manjetli intomni kiyamiz. Manjetli moyakada qisib turadi. Bir harakatlanganingizda hech nimani xalal bermaganini his qilasiz do'stlar. Iloji boricha adabiycha gaplashishga harakat qilamiz, lekin xorazmcha tug'ilganmiz, Xorazm shevada bizlar qo'ldan kelincha obzor qilamiz. Sizlar o'zlaringiz tushunib olishga harakat qilinglar iloji boricha. Bizlar siz bilan Odam ota va momo havo davridan beri qarindoshmiz. Qarindosh bahoda, zo'r baholarda xarid qilasizlar do'stlar. Ko'rib turganingizdek, shunday variantdagisi narxi 700 ming so'm. Buni bahosi 700 ming so'm bo'lganidan sababini e'tibor bering. Kisalari oz, material kam ishlatilgan. Ham og'irlik ham yengil bo'ladi. Masalan, bir dona
Türkiye'den kargo pulu buladı, yol pulu, yol hakkı deyimiz. Dostlar Türkiye'den bize Özbekistan'a yani Xorazm'a Kral Brand kelişimiz için 88 milyon kargo pulu çıkardı bir dana kilasında dostlar. Şunun için bu kiseleri az bo'lgani için, yengil bo'lgani için narxi 700 milyon. Lekin material kачество bir xil. Pəsləri manjetkali bo'ladi dostlar. Eldində bir dana oddiy kisəsi var. Oddiylikni, ya'ni minimalizmni yaxshi ko'radigan do'stlarimiz uchun tavsiya qilib qolamiz. 700 milliondan M'dan 2XL razmeri bor. M razmeri kichkina razmeri menga bo'lib turibdi. 2XL razmeri 120-130 kilo odamlarga to'g'ri keladi. Endi bu variantdagilarni bir qator obzor qildik. Videoni oxiridan ko'rsangiz, screenshot qilib olishlaringiz uchun bemalol qo'lga ushlab turamiz. Screenshot qilib olasizlar. Velika razmerine keladigan bo'lsak, Velika razmeri 5 xil assortimentdagisi hozirda do'konimizda bor, lekin pachkalarda dim ko'p. Hali ochamiz, xudo xolasa ular haqida obzor qilib beramiz. Endilikda qarang, Intoni 3XL razmer, ya'ni bu 6XL dan chiqadi. 160-170 kilo odamlarga to'g'ri keladi. 3XL 130 kilo odamga to'g'ri keladi. 130 kilo odamlarga 100% xudo xolasa bo'ladi. Ya'ni 3XL da ya'ni 60 razmerga to'gri keladi. Do'stlar, Into original bo'ladi. 865 ming so'm narxi do'stlar. Shu narxda yozilganidan sizlar xarid qilib bilasizlar, lekin BTS pochta yo'l kira haqlarini biza o'z ichimizga inobatga olmaymiz. Videoni diqqat bilan ko'rsangizlar, BTS pochta tartiblaridan sizlarga tushuntirib o'tamiz. Agar Xorazmdan bo'lsangizlar, videoni oxirida manzildan qo'yib o'tamiz do'stlar. Ko'rib turibsizlar, buni ham dizaynga e'tibor beradigan bo'lsak, yuqorida bir dona kisasi bor, Into brendi tushirilgan, knopkali 1-2 dona kisasi bor. Keyin pastda shunday zamokli kisasi bor. Kisa deb aytamiz biza cho'ntak. Cho'ntagi bor. Pastda manjetsiz. Zamoklar ishlashi zo'r. İçində 2 ta kisasi bor, cho'ntagi bor. 3XL razmerini ko'rib turibsiz. Narxina keladigan bo'lsak, narxi 865 ming so'm. Qaytarib o'taman. Velikan razmer 100 kilodan 170-160 kilo odamlarga to'g'ri keladigan razmerlari mavjud. Screenshot qilib olsangizlar, bemalol dostavka qilib beraveramiz. Endilikda Velikanni ko'rdik. Velikanni keyin yana bir Velikan. Do'stlar, Velikanlar degan joyga keldi. Qarang. Xuddi shuni o'zi 100%. Endi bu jinsi material. Bu ham jinsi material, lekin temniy siniy sveti, rang boshqacha berilgan. Jinsi materialga e'tibor beradigan bo'lsak, yakasi, yakali, zamokli, 2 dona kisasi bor, cho'ntagi, pastda 2 ta zamokli kisasi bor. Bu hozirda 6XL razmerini ko'rib turibsiz. Men buni bir donasini sizga kiyib ko'rsataman. Sizlar o'zlaringiz fikr bildirasizlar. Qorni katta obunachilarimiz diqqatini ko'rib turibsiz. Eng katta razmeri. Men o'zim 85 kilo chiqaman, 85-84 kilo chiqaman. Buning ichida men xuddi chumoliga o'xshab qoldim. Chumolini ko'rganmisiz? Qarang, kiyim ildirgichi ham bor do'stlar. Hammasini sizlarga to'la-to'kis video orqali tushuntirishga harakat qilamiz. Iloji boricha shu video orqali tushunib olinglar do'stlar. Bizada hozir mijozlarimiz ko'p, sezon, ya'ni kuzdan qishga o'tish sezoni. Odam dim ko'p. Kimga qararsiz bilmaysiz. Ishchilarimiz ham harakat qiladi, shu odamlarni mijozlarimizni ko'nglini topishga. Shuning uchun telefonlarni bir 10 martami, 20 martami telefon qiling, telefoningizni olamiz. Lekin sizlarga eslatib o'taman, azonki 10:30-11 dan boshlab kechki soat 8 gacha telefon qilsangiz, zakaz qilsangiz bo'ladi do'stlar. Bundan arayanida xudo xolasa qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz, lekin javob bera olmasligimiz ham mumkin. 1 marta tushmadingizmi, 5 marta uring. 5 marta tushmadingizmi, 10 marta telefon qiling. Bahosina keladigan bo'lsak, 6XL razmerdagi Into brendindagi dvoykamiz 915 ming so'm, hali sevni qistirishga uspet qilmaganlar do'stlar. 915 ming so'mdan kelib xarid qilsangizlar bo'ladi. Bu Velikan razmeri do'stlar, Velikan. Ya'ni 6XL razmerini ko'rib turibsiz. Endi 6XL razmerini hozir men yana bir sizlarga ko'rsataman. Mana bularni joyina qo'yib oling. 6XL razmer. Ko'proq mijozlarimiz Stoic yaka variantdagilarni yaxshi ko'radi. Stoic yaka variantdagisi oddiy yakani ko'rdingiz. Qarang. Stoic yaka variantdagisi oldinda bir dona kisasi bor, shunday naqshlari o'tgan, aldilari zamokli ilinib ochilishi dahshat. Past tarafida 2 ta kisasi bor. Yuqorida bir qo'ldikadon. Mana. Keyin yonboshda bir zamokli. 1, 2, 4 kisasi bor. Cho'ntagi bor.
Keyin mana bu yerdan bir dona cho'ntagi bor do'stlar. Hozir 6XL razmerini ko'rib turibsiz. İchki tomonida ikkita kissasi bor. 100% paxta, 60% paxta, 40% polisterdan bo'lgan. 2XL dan boshlab 6XL dan razmer do'stlar. Bemalol dastavka qilaman desangizlar, hozir screenshot qilib olinglar. Narxi 920 ming so'mdan. Intoni originali bo'ladi. 920 ming so'm. Gelib giyib ko'rib xarid qilsangizlar ham bo'ladi. Ko'p mijozlarimiz bizani Andijon, Samarqand, Farg'ona, Jizzaxdan kuzatib o'tiradi. Dükanımıza gelişe imkoniyati yo'q. Sizlar imkoniyatingiz yo'qmi? Bize sizlere pochta qilib jo'natishga imkoniyatimiz bor. Qarang, endilikda yana 4XL razmer. Men sizlarga faqat 6XL ni ko'rsatavermayin. 4XL razmerini ham ko'rsatamiz. Qarang, yoqali, yuqorimda ikkita kissasi bor. 1, 2, pastida 2 dona kissasi bor. Zamokli, cho'ntagi bor. Ko'rib turganingizdek 915 ming so'm. 2XL dan 6XL dan razmerlar bor. Velika razmer. 4XL ni ko'rib turibsiz. Intoni originali bo'ladi. Ilinib ochilishi. Dahshat, yine ipte. Qarang, yine ipte ilinib ochilib turibdi. Qarang, pastlari manjetkasiz. Orqasida shunning xohlasangiz kichraytirib, xohlasangiz kattaytirib qo'yadigan knopkalar ham mavjud. Arka dizaynlaridan e'tibor bering. Bemalol dastavka qilaman desangizlar 920 ming so'mdan Velikan bratlar, 915 ming so'mdan Velikan bratlarimizga, ya'ni Velikan og'alarimizga to'g'ri keladigan razmer 2XL dan 6XL dan Velikan do'stlarimiz bo'lsa, bemalol bizlarga zakaz qilsangizlar bo'ladi. Ko'p Velikan do'stlarimiz bizlarga aytib turibdi. Bizani viloyatda, bizani oblastda dimom katta razmer topilishi qiyin. Bor, qidirsangiz bo'ladi, lekin siz qidirishga erinib turibsiz, vaqtingizni yo'qotmayapsiz. Bizlarga azob bo'lib qo'ying. Sizlar bo'ladigan zo'r kiyimlarni bizga qo'yib boramiz. Sizning vaqtingiz ham tejaladi, ham pulingiz ham tejaladi. Ham arzon bahoda butun yer sayyorasi bo'yicha eng arzon bahoda Kral brendda xarid qilsangizlar bo'ladi. Endilikda 6XL razmerini yana bir boshqa variantini sizlarga obzor qilib beraman. Ko'rib turibsiz, yoqali tikin o'tgan oldilaridan bir dona cho'ntagi bor. Keyin Into brendi tushirilgan. Oldi однотонный cho'ntak yo'q yuqorida, pastida bor faqat. Bahosini adashib qo'yibdi o'xshaydi. 750 ming so'm ekan. Velikanni arzoni. Qarang, ilinib ochilishlari zo'r. Pastlari manjetkali. 750 ming so'mdan 6XL razmer do'stlar. Bunning baho hech yerda yo'q. Hattoki shu bizani o'zimizdan, Xorazmdan bundan qimmat aytib o'tiribdilar. Men endi hozir qayerlikini, narxini aytsam to'g'ri kelmaydi do'stlar. Ko'rib turibsiz 6XL razmeri. Pastlari manjetkali, orqasi manjetkasiz. 750 ming so'mdan xarid qilaman desangizlar, bemalol screenshot qilib olinglar. Bemalol screenshot qilib olinglar, dastavka qilib beraveramiz. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor BTS pochta orqali. Video davomida BTS pochta tartiblarini ham aytib o'taman. Velikan bratlarimiz yaqinroq keling, qarang. Sizlarga yoqalini ko'rsatdim, bir dona 750 minglik. Yoqali yana 2 dona. Stoyka yoqali 1 dona. Stoyka yoqali siniy svetni ko'rsatdik. Yoqali keyin yana bir variantini ko'rsatdik. Agar tushunmagan bo'lsangiz, videoni boshidan ko'ring. Ko'rib turibsiz, endi sizlarga shimlar, keyin amerikankalar haqida, keyin kepkalarimiz haqida ruxsatingiz bilan bir qator shuni giyib turaman. Qarang. Sizlarga bir maqtanib bering. Turkiyada ishlab chiqarilgan Turkiya mali, Turk mali 100% deridan bo'lgan. Ya'ni teri. Bu odam derisi emas, hayvon, ya'ni ho'kizdan derisidan bo'lgan. Ko'rib turibsiz, qarang. Korishnoy sveti, amerikanka cho'ziladigan. Pastlari ham zo'r, ozgina manjetlari bor, pastida brendi tushirilgan. Narxini keladigan bo'lsak, bular M dan 3XL dan 4XL dan razmerlari bor. 250 ming so'm. 250 ming so'm. Bir xil sveti bor. Bular haqida to'xtalib o'tamiz, ozgina aytib o'tamiz. Qorasi bor, 2 xil sveti. Keyin siniy sveti bor. Screenshot qilib olinglar do'stlar. Keyin bolotniy sveti bor. Amerikankani qo'li kalta bo'ladi. Bo'yinlari ozgina shu bo'yinga tiralib turadigan variantda bo'ladi. Bo'yiningizni bo'g'ib turgandek bo'ladi, lekin yarashib turadi. O'zingizni qulay his qilasiz, ko'rdingizmi? Bu oq sveti. Meni giyib turganim oq sveti. Do'stlar, oq svetda jinsi giyganingiz maqsadga muvofiq bo'ladi, yarashib turishi zo'r bo'ladi. Shuning uchun men oq svetini giyib oldim. Endi qarang, yana bir narsaga maqtanib qo'yishimiz shart. Bu maqtanchoqlik emas, bu g'urur.
Başka yerlerde siz kımmatırak bakalarda tapışınız mümkün. Lekin bize de Absint brendindeki 100% naturalni koja bo'lgan remenimiz Absint. Narxi 200 ming so'mdan. Bu velikan razmerlar ham bor. Hozirda men 110 santimetrni kiyib turibman. Endi shima keladigan bo'lsak, ya'ni chalurlari xorazmchada aytganda butun O'zbekiston bo'ylab dostavka qilib beramiz do'stlar. Videoni diqqat bilan ko'ring. Bu hozirda kichik razmeri. Ko'rib turibsiz, kasoykisi jins klassik variant ichkaridan tikilgan remen o'tirsa bo'ladi polni. Yonboshidan sari chiziqlar, ya'ni sari tikinlar o'tgan sariq ip bilan ko'rib turibsiz, Intoni originali bo'ladi do'stlar. Into 100% kojadan qo'yilgan. Narxini keladigan bo'lsak 400 ming so'm. Bu 44 razmer, ya'ni 44 razmer deganimiz 32 razmerdan boshlab 40 razmerdan. 40 razmer deganimiz 120 kilo odamlarga to'g'ri keladi. 44 razmer deganimiz 75 kilo odamlarga to'g'ri keladi. Kichkina razmeri diqqat bilan e'tibor bering. Kichkina razmeri, ya'ni 32 razmerdan 40 razmerdan 75 kilodan 120-130 kilo odamlardan to'g'ri keladigan razmeri 400 ming so'm. 400 ming so'm. Endilikda velikan razmeriga keladigan bo'lsak, velikanlar shu oxirida yuradi-ku. Shu videoni diqqat bilan ko'rsin dedim. Velikanni oxirida qo'ydim. Agar velikanni boshda qo'yganimda velikanlar bir 2 minut ko'rib keyin chiqib ketaradi. Shuning uchun velikanlar sizlarni ozgina azoblaymiz endi. Ozgina ariqlaysizlar. Qarang. Intoni originali, kasoy kisasi cho'ntak ichana kirgan, keyin aldilari kasoy kisa bo'ladi. 100% paxta. Hozir mundayning. Ko'rib turibsiz, Into 100% paxta. Katton. İstanbul, Made in Türkiye. Qarang, endi buni razmeriga keladigan bo'lsak, razmerlari hozirda siz 60 razmerini ko'rib turibsiz. Narxina keladigan bo'lsak 450 ming so'm. Bu 60 razmeri, ya'ni 40 o'zlarimizning oddiy jinslarda 40 razmerdan boshlab, ya'ni 60 razmerdan bor. 60 razmer 170 kilo odamlarga to'g'ri keladi do'stlar. 170 kilo odamlar bo'lsa, kelib Intoni jinsisidan keyin ustundagi vetrovkasidan xarid qilsa bo'ladi. Videoni do'stlarimizga tarqatib qo'yishdan chiqmasin. Endi navbat kepkalarimizga do'stlar. Shimni diqqat bilan ko'rsangizlar, men sizlarga aytib o'taman, qarang. Durishi, dizayn, tikilish, tovar, material, качество, sifat, ba'zi bir sifat do'stlar. Endilikda qulayligini bir yo'l bilan sizlarga ko'rsatib beraman. Ko'rdingizmi? Qulay. O'zingizni shunday qulay his qilasiz. Polni o'tirganda, hattoki to'yga borib raqsga tushganingizda, lizginga tushganingizda sizni uyaltirib qo'ymaydi, orqasidan yirtilib ketmaydi do'stlar. Ko'rib turganingizdek eng zo'r variantdagilar bo'ladi. Endilikda men sizlarga kepkalar haqida, keyin oyoq kiyimlar haqida bir qator obzor qilib beraman. Kepka yarashdi, yarashmadi, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirasizlar. 100% deridan bo'lgan. Yaqinroqqa. Mana yaqinlashtiring, 100% deri, naturalniy koja, zamshdan bir sveti bor. Kiyaman, yarashgan bo'lsa kommentariyada yozib qoldirasizlar. Korishnoyni kiyib turibman. Korishnoy kiyib turgan oyoq kiyimimga tushadi do'stlar. Yarashadi, qarang mana. Yarashadi. Endi sizdan ichki oyoq kiyim bo'lsa, shunga yarasha kepka olsangizlar bo'ladi. Korishnoyni yechamiz. Ochiq korishnoy. Ochiq korishnoy. Narxini aytib o'taman videoning davomida. Koja, balotoviy. Keyin koja, siniy. Qulayligi, sifati, kачествоsi gap yo'q. 100% naturalniy koja ini. Do'stlar, kojani bilasiz axir. Shunday qilsangiz ham yumshaqqina bo'ladi. Orqalari shunday lipushkali. Narxi 250 ming so'm do'stlar. 250 ming so'mdan kelib xarid qilsangiz bo'ladi. Buni svetlari ko'p. Prosta bu videoga qo'shganimning sababi shunday obraz bilan yarashadi deb men sizlarga bir qator obzor qilib berdim. Keyin tepasi zamsh, oldi koja. Qaysi birisi yarashdi, yarashmadi, o'z fikrlaringizni yozib qoldirasizlar. Keyin tepasi zamshviy qora, oldi koja varianti. Narxi 250 ming so'm. Turkiyada ishlab chiqarilgan do'stlar. Turkiyada ishlab chiqarilgan. Turk mali. Kelib bemalol xarid qilsangizlar bo'ladi. Endi oyoq kiyimimizga keladigan bo'lsak, oyoq kiyimimizga e'tibor bering. 100% naturalniy koja, Chalex brendiniki bo'ladi. Terilari ochib tikilgan. Podoshovi zo'r,
Mana 100% deri. Bu 40 razmerdan başlap 44 razmerga razmerlari bor. Hozirgi shunday obrazima yarashadi, sizlarga ham yarashadi, xudo xolasa. Endi siniy svetini ko'rsatib o'taman. Qora svet ham bor do'stlar. Qora svetini ham men sizlarga bir qator aytib o'taman. Siniy sveti 100% naturalniy koja, podoshlari zo'r, yaxshi qilib ishlangan. Yumshoqligi yumshoq, 100% deri. Chalixni originali bo'ladi. Ha. Chalixni originali bo'ladi. Narxi 440 ming so'm. Do'stlar, bizda diqqat bilan e'tibor bering shu gapga. Alohida bir daftar yozib olsangiz ham bo'ladi. Ko'p mijozlar arzon kiyimlardan charchadi, ya'ni bezdi. Endi qimmat kiyimlarni arzon bahoda qidiradilar. Har kim 24 soat boring 10 soat uxlashi mumkin, 14 soat ishlar ekan erkak kishi o'zina sifatli yaxshi kiyimlarni xarid qilsa, o'zina ishonchi ortadi. Shuning uchun biz sizlarga sifatli, yaxshi, zo'r kiyimlarimizni arzon bahoda qo'yamiz. Eng originallarini, eng kачественныйlarini Kral brenddan xarid qilasizlar. Viloyatlardan kuzatib o'tirgan obunachilarimiz bo'lsa, hozir videoni diqqat bilan ko'ring. BTS pochta tartiblarini men sizlarga aytib o'taman. Xorazmdan kuzatib o'tirgan obunachilarimiz bo'lsa, videoni oxirida manzilni qo'yib o'tamiz do'stlar. Instagram, YouTube, Facebook, TikTok kanallarimiz bor. Kral brend deb chiqadi. Azob bo'lib qo'yish yoddan chiqmasin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, do'stlaringizga tarqatib qo'yish yoddan chiqmasin. Sizlarni dukamizda kutib qolamiz. Kral brend hamma o'xshab izlanishda. Viloyatlardan bizani kuzatib o'tirgan obunachilarimiz bo'lsa, biz BTS pochtaga keldik. Sizlarga mahsulotlarimizni nechik tartibda yetkazib beramiz. Shularni xudo xolasa bir qator obzor qilib beramiz. Hozirda BTS pochta Xorazm viloyati Al-Xorazmiy ko'chasiga keldik. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, bu yerda ishonch raqamlari yozilgan. 1230 ga telefon qilasiz. Agar tovaringiz gaming qilsa, bizlarga telefon urib bezovta qilib o'tirish umuman hojat yo'q. 1230 ga telefon qilib, telefon raqamingizni aytsangiz, pochtangiz qayerda ekanligi ma'lum bo'ladi. Keyin o'zlarining telefon nomerlari bor. Har bir viloyatda, har bir shaharchada, har bir tumanda xohlagan joyingizda yashaysizmi? Bizlarga zakaz qilishdan oldin kiyimlarni, mahsulotlarni screenshot qilib olasizlar. Keyin yashash manzilingizni aytasizlar do'stlar. Telefon qilgan holda bizlar sizlarni yashash manzilingizga eng yaqin manzildagi BTS pochta shoxobchasini kiyimlarni jo'natib beramiz. Ichana girib, bir dona kiyim mahsuloti necha so'mdan ketadi, nechik tartibda bo'ladi, bir qator obzor qilib beramiz do'stlar. Qo'limdagi bu paket ichida biza bir haftada yuboradigan mijozlarimizning ro'yxatlari bor. Ular hozir o'z kiyimlarini xarid qilib, kiyib, maza qilib yuribdilar do'stlar. Hozir ichanda bir qator savol-javob qilib bilib olamiz. Bir dona kiyim, ya'ni bir dona Montana sportivga, ya bo'lmasa bir dona dvoyka necha so'mga boradi. Videoni diqqat bilan ko'rasizlar. Hozirda sharoitlar yaratilgan, ko'rib turganingizdek, primerishnilar har bir pochta shoxobchasida sizni yashash joyingizdan primerishnilar bor. Ya'ni primerishni degani sizga mahsulot keladi, paketni ochasiz, kiyib ko'rasiz. Agar sizga razmeri to'g'ri kelmasa, xudo xolasa yana shu orqasini, ya'ni bizga jo'natib yuborsangiz bo'ladi. Biza yana sizga almashtirib, sizga loyiq razmerni xudo xolasa yuboramiz. Lekin bunning holat bizada mingdan bir dona bo'ladi desak ham bo'ladi. Chunki 20 yillik tajribaga ega odamlar, ya'ni bizlar sizlarga xudo xolasa o'z razmerlaringizni, og'irligingizni aytsangizlar, keyin bo'yingizni o'lchamini aytsangizlar, o'z razmerlaringizni to'liq xudo xolasa yuboramiz degan umiddamiz. Ko'rib turganingizdek, primerishlar ichini ochib, kiyib bo'ldi, bo'lmadi, bemalol aytaverasizlar. Keyin yana bir narsani aytib o'tishim kerak sizlarga do'stlar. Bu yerda yana oynalar bor, yarashganini ko'rib, yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Bu bizani straxovkamiz, ya'ni bizlardan ko'p mijozlar xarid qiladi, kiyimni xarid qiladi. Pochta pulini addiniy bo'ladi, kiyim puli addiniy bo'ladi. Keyin bera uyina borib kiyib ko'radi. Bir marta shunday mijozimizda shunday случай bo'ldi, anglashilmovchilik bo'ldi. Keyin shu bo'lmagan mahsulotni yana bizlarga qaytarib berdi. Bizga almashtirib berdik, lekin qaytarib bergan vaqtida pochta pulini to'lab bermadilar. Bizda optim narxlarda bo'lgani uchun sizga kelish pochta pul ham, sizda razmer bo'lmagan taqdirda bizlarga yuborish pochta pul ham sizdan chiqadi. Shuni diqqat bilan e'tiborga olinglar do'stlar. Hozirda bir dona mahsulotimiz necha so'mga keladi, bir qator so'rab o'tamiz. Navoiy va Sot, Chirchiq, keyin Toshkent, ko'proq Toshkentdagi mijozlarimiz aktiv, Qarshi, Olmaliq, Toshkent, keyin
Sherobod, Qarshi, Qo'qon. Do'stlar, bu bizani bir haftalik mijozlarimizni ro'yxati, ya'ni bizlarga zakaz qiladi. Biza shu shaklda yaramiz. Bir dona kiptansa, ya'ni shunday shaklda bir dona kiptansani o'zlarimizda olib qolamiz. Bu mijozga yetib bordimi, yetib bormadimi so'rab surishtirish uchun telefon raqamlaringiz yoziladi, kilosi, summalari yoziladi. Yekom shaklini ham sizlarga tushuntirib o'taman. Yekom deganimiz biza ko'p videolarimizda aytib o'tganmiz, mahsulotni borgandan keyin pulini to'laysiz, hozirdan oldindan to'lov qilmaysiz deb aytib o'tganmiz. Do'stlar, Yekom shartnomasi bo'yicha shunday bo'ladi. Siz 100 ming so'mlik mahsulot bizlardan xarid qilsangiz, masalan, 103 ming so'm deb yoziladi do'stlar. BTS pochtaga kelgandan keyin siz 100 ming so'm emas, 103 ming so'm to'laysizlar, to'lov qilasizlar. Nima uchun? Bu borgandan keyin, ya'ni siz mahsulotni olganingizdan keyin to'lov qilinadigan summa. Agar oldindan to'lov qilaman desangiz, oldindan to'lov qilaman desangiz 100 ming so'mmi, 100 ming so'mni o'zini to'lov qilasizlar. Hozirda yana sizlarga bir ko'rsatib o'taman, qarang. Bizlere 1 milyon 203 ming so'm kelgan. Keyin 1 milyon 166 ming so'm bize qo'limizga olganmiz, qo'limizga degan 36 ming 90 so'm 3% BTS pochtaga xudo xolasa to'lanadigan. Ya'ni siz bergan naqd pulni yoki plastik kartani bizlarga olib kelib berish uchun bizlardan 3% olishadi. Shuning uchun mahsulotlarimizning ustuna 3% qo'shishga majbur bo'lamiz. Siz oldindan to'lov qilinman desangiz, borgandan keyin to'lov qilamiz desangiz 3% qo'shishga majbur bo'lib qolamiz do'stlar. Hozirda bir dona pochta bize, masalan, shu pochtangizdan bir dona berib turasiz endi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Namuna sifatida bir dona pochtani olib sizlarga ko'rsatamiz hozir. Bu masalan Xorazmdan, masalan, hozir men geldim. Shunday o'lchamda giyim, ya'ni bir dona Montana sportivga dvokek keldim. Shuni Toshkent Sergeli mashina bozorina chiqarsak necha so'm chiqadi? Shuni ko'rib bering. Aldın tovarni ölçümüz miktarını 920 gram çıktı. 920 gram. Bize de 1 kilogacha 30 ming so'm bo'ladi. Toshkentga chiqish bahasi. Upakovkasi bilan 2 ming so'm qo'shiladi. Upakovka bahasi 32 ming so'm bo'ladi Toshkent Sergeliga. Keyin qaysi viloyatdaligini qarab baholar o'zgarib boradi. Agar vodiy tomoni, masalan, Farg'ona, Namangan, Andijon bo'lsa 40 ming so'm miqdorda bo'ladi. 1 kilogacha bo'lgan. Eğer gabarit bo'ladigan bo'lsa, Gabarit bo'ladigan bo'lsa, yo'l sumkalari, keyin chemadonlarni zakaz etsangiz. bularni o'zlarimiz gabarit o'lchimiz, bo'yi, eni, balandligini qo'shib 6000 ga bo'lib, shunda necha so'm narsa kelib chiqadi summasi, to'lov summasi. Uni azaldan aytib bo'lmaydi. Uni o'lchamayincha bilib bo'lmaydi. Toshkent bo'ladigan bo'lsa, Toshkentlik obunachilarimiz kuzatib o'tirgan bo'lsa, bir dona sportivkangiz, masalan, hozir bu 920 gram chiqdi. 1 kilosi 30 ming so'm ekan, to'g'rimi? 1 kilosi 30 ming so'mga boradi. Shuning uchun menimcha shu ham ishonchli, ham arzon BTS pochtadan foydalanganlaringiz ma'qul. Bizlar ham udobni shu. Taksilardan barabar ya bo'lmasa yo'l mashinalaridan barabar deb o'tirmaysizlar. Xudo xolasa to'g'ri zakaz qilasiz BTS pochtadan 2 kunning ichida uyingizga borib turadi. 2 kun, 3 kun. 2 kun, 3 kun. Hamma ichidan ne bor? Shoxobchasi bor. BTS pochtaning butun O'zbekiston bo'yicha 200 dan ortiq filiallarimiz mavjud. 200 dan ortiq. Butun O'zbekiston bo'yicha hamma viloyatlarda, tumanlarda, shaharlarda 200 dan ortiq BTS pochta shoxobchalari bor ekan. Bemalol zakaz qilsangiz uyingizni uyingiz yonindagi BTS pochtaga yuboramiz xudo xolasa. To'lov tartiblarına keladigan bo'lsak, to'lov tartiblari xohlasangizlar naqd pul, xohlasangizlar mana klik orqali to'lov qilsangizlar ham bo'ladi. Pochtaga kelasizlar, 3% qo'shilgan holda to'lov qilib, mahsulotingizni olib ketaverasizlar. Agar oldindan to'lov qilamasangizlar 3% qo'shilmaydi. To'g'ri 100 ming so'mmi, 100 ming so'mni to'lov qilib bizlarga zakaz qilasizlar, 100 ming so'm to'lov qilib, borib pochtadan keyin tovarlaringizni qabul qilib olaverasizlar do'stlar. Shunday sharoitlar yaratilgan, premyerchilar bor. Ko'rib turganingizdek 200 dan ortiq butun O'zbekiston bo'ylab hamma viloyatlarda BTS pochtaning shoxobchalari bor. Sizlar uchun barcha qulayliklar yaratilgan. Ham yo'l narxlari arzon bo'ladi, ham siz uchun, biz uchun ishonchli bo'ladi. Biza optim narxda kiyimlarni sotganimiz uchun yo'l kira haqqini, ya'ni yo'l pulini biza o'z zimmamizga olmaymiz do'stlar. Borish ham, kelish ham o'zingiz zimmangizda bo'ladi. Xohlasangizlar 4 marta deysizlarmi, xohlasangizlar 5 marta deysizlarmi, kiyim mahsulotlarimizni almashtirib beraveramiz. Lekin almashtirib berish degani, ya'ni razmer bo'lmasligi 1000 dan 1 marta bo'ladi. Videoni oxirida manzilni qo'yib o'taman. Agar Xorazmdan bo'lsangizlar, manzilni ko'rib, do'konimizga kelib giyib ko'rib xarid qilsangizlar bo'ladi. Kral brend 9 etajli domni binoni 1-etajında joylashgan. Hozir biz 9-etajındamiz. Sizlarga manzil tushuntirajamiz.
yanada yaqinroq, yanada osonroq topishiniz uchun. Qaranglar, Axun bobo masjidi bu yo'lni to'g'ri o'zi Gullan yo'lini olib chiqadi. İşi yo'lini to'g'ri o'zi burilmasdan, to'g'ridan to'g'ri ketsangiz Gullan yo'lini olib chiqadi. Shu charraqa sen Murat Maqsad charraqasi hisoblanadi. Charraqada Kral Brand manzili joylashgan. Ya'ni bizning do'konni yine shu mashinalar turgan yerdan ko'rishingiz mumkin. Shu Kral Brandning yangi manzili. Hammaga ma'lum Tomaris Nur gipermarketi Jaloliddin Manguberdi haykalini bilasizlar, to'g'rimi? Yine qarang, ishi yo'l hammasi shunga olib boradi. İşi yo'l bo'ylab ketadigan bo'lsangiz, ana to'rindan даже gipermarket ham ko'rinadi. Yaxshilab qarasangiz, 9 etaj ham ko'rinadi. Azizlar, hundan seyri bo'lib turgan domla вечерний yarmarkaning domi. İşi yo'l Jaloliddin Manguberdi yodgorligini oldindan to'g'ridan to'g'ri Kral Brandga keladi. Siz Jaloliddin Manguberdi o'ng qo'lingizda qoladi, Tomaris Nur chap qo'lingizda qoladi. To'g'ridan to'g'ri burilming desangizlar, Kral Brandning manzilini Murat Maqsad перекресткасini duch kelasizlar. Ya'ni topishimiz yanada oson. Yana hammaga ma'lum 5 ko'piri Shovot yo'lidan o'tasizlar, даже bu tomondan Xanqa tarafdan kelsangizlar ham oson bo'ladi. Ya'ni ishi yo'lni to'g'ri o'zi 5 ko'pirini sizlarni olib chiqib qo'yadi. Topish shu darajada osonki, faqat shu videoni ko'rdingizmi, yo'l otishingiz qoladi xolos. Beruni tomondan keladigan, Abxodnoy yo'ldan keladigan bo'lsangizlar, kardiologiyaning yo'li, ishi yo'l, kardiologiyaning yo'lini olib chiqadi. Ya'ni yurak больницасының yo'lini olib chiqadi. Abxodnoy Kolsoy yo'ldan kelaman desangizlar ham, to'g'ri shu yo'l orqali kelasizlar. Shunning aylanasizlar, Kral Brandning yanada manzili. Shu darajada topish osonki, agarda Murat Maqsad перекресткасini, qoidasini, pravilasini tushunadigan bo'lsangizlar, sizlar uchun shu darajada oson bo'ladi. Ya'ni agar geyishda keladigan bo'lsangizlar, geyishda charraqa bo'ylab, yop-yorug' bo'lib, chiroyli bo'lib, sizning ko'zingizga chalinadigan bo'lib ko'rinib turadi. Bu tomon esa kardiologiya tomon. Ya'ni kardiologiyadan kelish shu darajada oson. Bunda esa doninon. Bunda esa u ishi domni ko'rib turibsizlar, yana bitgan dom. Shuni eldinda sal o'tgandan keyin Toshkentdan keyin hisoblanadi. Ya'ni to'yxonalar ham ko'p yerda. Omad to'yxonasi bor, Bobur to'yxonasi bor balki. Shu to'yxonalardan kelishingizda ish charraqadan o'tasizda, unda bir charraqa qoladi. Shundan yana aylanib ish yerga kelasizlar. Yana Murat Maqsad перекресткасы bo'ladi. Ya'ni Kral Brandni yangilangan, yangi dizaynda ishlangan yangi do'konidan birisi bo'ladi azizlar. Topishimiz shu darajada oson. Bu videoni ko'rgandan keyin kommentariya ostına "Mestani topdim" deb yozsangizlar ham bo'ladi. Ya'ni mesta nerda, lokatsiya tashanglar deb aytadilar. Shu darajada zo'r tushuntirdik deb o'ylayman, xudo xolasa.